Tahlil natijalarini kutish vaqti bu daromaddan mahrum bo'lish. Zamonaviy laboratoriya uskunalari bu kutishni daromadga aylantiradi. Mindray BC760 gematologik analizatori bu o'tkazuvchanlik va foydani oshirish uchun yaratilgan zamonaviy asbob. Uning samaradorligi soatiga 80 ta umumiy qon tahlilini tashkil qiladi. SOE bilan bir vaqtda tahlil o'tkazilganda soatiga 40 ta test bajariladi. Bu bajariladigan xizmatlar hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Natijalarni olish vaqti 90 soniyagacha qisqartiriladi. BC762 qurilmani bitta tizimda birlashtiradi. Bu esa alohida SOE analizatorini xarid qilishi zaruratini yo'qotadi. 30 ta namuna uchun uzluksiz avto uzatish moduli yirik partiyalarni uzluksiz qayta ishlashni ta'minlab, mehnat xarajatlarini kamaytiradi va ish vaqtini minimallashtiradi. To'liq avtomatlashtirish bu operatsion xavflarni kamaytirish, shtrix kod skaneri va laboratoriya tizimi bilan integratsiya ma'lumotlarini kiritishdagi xatolarni 90% ga kamaytiradi. Bu qayta tekshirish uchun moliyaviy yo'qotishlarni bartaraf etadi. O'rnatilgan sifat nazorati natijalarning ishonchliligini 25% ga oshiradi. Yuqori aniqlikdagi diagnostika bu xatolar bilan bog'liq moliyaviy yo'qotishlarning sug'urtasi. Shu bilan birga reagentlarning past sarf materiallari bo'yicha 40% gacha tejashni ta'minlab, har bir tahlilning tan narxini kamaytirib, sizning foydangizni oshiradi. Mindray BC760 bu nafaqat asbob, balki biznes yechimi. Bu sizning laboratoriyangizning rentabelligi va barqarorligiga sarmoyadir. Ozroq qo'ng'iroq qiling yoki ijtimoiy tarmoqlardagi direktga yozing. Mahsulot hali ham mavjud. O'z faoliyatingizni Internet Innovation bilan boshlang.